Hammaga salom, sizlar bilan Sa'dulla Abdullayev va biz Uzcard kompaniyasidamiz va bu yerda kim juda ham muhim bilasizlarmi? Biznes tahlilchi degan kasb bor. Mana shu kasbda ishlaydigan odam juda ham muhim deb hisoblanadi bu yerda va u sizga juda ham qiziq bo'lishi mumkin. Va shuning uchun biz bugun Uzcardning biznes tahlilchisidan, ularning ismlari Izzat aka, intervyu olamiz va nima ish qilishlarini, biznes tahlilchini ishi nimadan iborat, mana shu narsalarni bilib olamiz. Balki bu sizning shu har doim umid qilib yurgan ishingizdan biridir va sizga bu qiziq bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi tushunarli YouTube shousiga marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sadat aka. Endi bitta o'zingizni tanishtirsangiz, yoshingiz nechida, nima ish qilasiz? Meni ismim Izzat. Yoshim 24 da. Uzcard kompaniyasida biznes analitik bo'lib ishlayman. Biznes analitik mana o'zingizga tushunarli biznes analitik nima qilishini. Lekin masalan, qaysidir studentga biznes analitik bo'lib ishlayman desangiz, biznes analitik nima qilar ekan, biznes tahlilchi nima qilar ekan deb hayron bo'ladi-da. O'shanga o'zingiz ishingizni qanaqa qilib tasvirlab bergan bo'lardingiz? O'zimning ishimni dilu sizda ko'p ma'lumot bor. Shu ko'p ma'lumot har xil joylarda joylashgan. Har xil joylarda. Siz o'sha ma'lumotlarni tahlil qilib, bitta joyga yig'asizda, ya'ni uni o'sha yig'ishdan oldin очистка qilib, o'zini kerakli transformatsiyalarni qilib, bitta joyga yig'ib turib, bir-biri bilan bog'laysizda. Bitta tushunarli keltirilgan holatga keltirib, uni ustidan keyin o'sha odamlar tushunarli bo'ladigan video olib kelasizlar, qanaqadir ustidan grafik qurasiz. Yoki bar chart. Ya'ni shu stop odamni o'zi tushunish uchun o'sha qanaqani tahlil qila olish uchun. Ya'ni har xil ma'lumotlarni siz yig'ib, ularni boshqa odamlar tushunadigan holatga keltirib berasiz. Xuddi shunaqa отчет sifatida desa bo'ladi. Ya'ni nimadir o'syaptimi, tushib ketyaptimi, rivojlanyaptimi yoki yo'qmi? Shunaqa. O'zi biznes tahlil faqat bundan iborat bo'lmasa kerak, yana nima qiladi biznes tahlilchi? Endi biznes bilishim bo'yicha moliyaviy tahlil bor, boshqacha tahlil bor. Shu tahlillarni turlari ham ko'p bo'lsa kerak. Ha, tahlillar turlari ko'p. Dilu strategik tahlillar bor. Endi strategik tahlillar bilan ko'pincha top menejment shug'ullanadi. Dilu u tahlilni masalan kompaniya qaysi yo'nalishga qarab ketish kerakligini aniqlaydi. Yana qanaqa finansiy tahlil bor. Endi moliyaviy tahlilda uzr, u bilan ko'pincha finansistlar shug'ullanadi. Endi biz meniki ko'proq produktoviy tahlilga yaqinroq ham bo'ladi. Shunaqa ham bo'ladi. Chunki Dilu Uzcardda har xil produktlari bor. Mahsulotlari bor. Dilu KidsCard. Shuni biz tahlilni как отчет sifatida qilib beramiz, shu ko'rsatib beramiz. Kerakli insonlarga o'sha o'syaptimi, dinamika yo'q, pasayyaptimi, qanaqa o'zi tendensiyasi. Mana shu biznes, masalan, siz biznes tahlil qilib berdingiz rahbariyat uchun. Rahbariyat uni keyin mana masalan, hop kompaniya yoki o'syapti yoki pastga tushib ketyapti, ular keyin mana shu siz chiqarib bergan natijani qanaqa qilib ishlatishadi? Ular endi bu просто instrument. Bu instrument biznesga faqat o'sha to'g'ri qaror qabul qilishiga yordam beradi. Ya'ni maqsadi shu o'zi instrumentda. Ya'ni bu safar endi mana bunday strategiyani qo'llaymizmi yoki bunday strategiyani qo'llaymizmi deb sizni tahlilingizga qarab, ular keyin qaror qabul qilishadi. O'zi mana shu kasb qanaqa qilib tanlagansiz? O'zingiz xohlaganmisiz yoki shunaqa bo'lib qoldimi? O'zim xohlaganman. Universitet paytida mana shu ma'lumotlar bilan ishlashga qiziqishim bo'lgan. Keyinchalik shu masalan menda har doim savol bo'lardi. Mana shu biz приложениyalar ishlatamiz, mana shu hammasi ma'lumotlar qayerdan keladi degan savollar meni qiziqtirardi. Keyin bilganman, shu ma'lumotlarning bazasi bor. Shu baza o'zi qanaqa yaratiladi, nima u, mana shu ma'lumotlarni qanaqa shaklda o'zida saqlaydi. Shu hammasini o'rganib kelib, oxiri shu analitika olamiga kirib keldim. Universitet paytimda ham ishladim. Shundan keyin mana 2023-yil Uzcardga stajirovka orqali kirdim. Juda zo'r, ma'lumotlar juda ko'p, ya'ni o'qib olish uchun juda zo'r joy. Hozir necha yoshdasiz? Hozir 24 yoshda. 24 yoshdasiz. Qanaqa yo'lni bosib o'tgansiz? Mana hop yoshligingizdan
To'g'ri aytyapmanmi? Yoshligingizdan biznes tahlilchi yo'q bo'lmoqchi yo'q bo'lgansiz. yoshlikda emas. Qiziqqansiz shu narsalarga. Universitetdan qiziqqanman. Universitetdan Da, qiziqqansiz. universitetdan Keyin mana qiziqqanman. biznes tahlil yo'nalishiga o'zingiz bilmay qolib kelib qolgansiz. O'ylashim bo'yicha shu narsalarga shunaqa qiziqqansizda, bo'ladi, ha. keyin mana shu soha biznes tahlilchi sohasi ekanligini bilib Ha, qolgansiz ha, ha, shekilli. Aha. Yo'lingizni nimadan boshlagansiz? Mana tasavvur qilaylik, sizga o'xshagan bitta yosh yigit yoki qiz bor. U ham mana shu narsaga qiziqyapti. U ham shu taqdirim mana shunaqa ekan, biznes tahlilchi bo'lish. Lekin u qanaqa yo'lni bosib o'tish kerak bu uchun? Avvalambor ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni o'rganish kerak. Ma'lumotlar bazasini tushungandan keyin endi SQL o'rganadi. SQL уже ma'lumotlar bazasiga beriladigan easy skriptovda. Structured Query Language deyiladi. O'shani yaxshilab o'rgangandan keyin в принципе bu eng basic narsa hisoblanadi. Undan keyin deylik hamma ma'lumotlar ham ma'lumotlar bazasida saqlanmaydi. Fayl shakllarida saqlanadigan ma'lumotlar bor. Endi ular uchun deylik Excel'ni o'rganish kerak. Agar ma'lumotlar Excel'da saqlangan bo'lsa, deylik boshqacha turdagi fayl formatlari ular uchun deylik уже programming language'lar kerak bo'ladi. Допустим, самый знаменитыйsi, такой mashhuri bu Python. Pythonni bilish kerak, Excel, SQL и plus bo'lardiki, конечно, любой bitta BI instrumentni bilsa, чтобы mana shu hamma данныйlarni уже chiroyli qilib vizualizировать qilish uchun. Mana to'liq qilib tavsiya qiladigan bo'lsaydi, masalan, bir mana shundan boshlaysan, ikki mana shundan boshlaysan, qanaqadir ro'yxat qilib bersak. Bir SQL, masalan, ikki уже Python, 3 BI instrument, 4 уже na BI instrument nima u? BI Business Intelligence bu shunaqa sohaki, unda shunaqa instrumentlar bor. Mana shu grafiklar bor-ku, mana shu BI instrumentlar orqali quriladi. В конечном итоге. Ya'ni shu biznes uchun to'g'ri qaror qabul qilish uchun kerak bo'lgan instrumentlar. Bu shu narsa. Qayerda o'qish kerak masalan? YouTube'da ko'p kurslar bor. То есть bu odam samouchka ham bo'la oladi bu sohada bemalol. YouTube'da ko'p kurslar bor, tam Udemy, Step kurslarda, tam ko'p joylarda ma'lumotlar bor. O'zingiz oliy ta'lim muassasasini bitirganmisiz? Ha, men o'tgan yil. Chunki mana biz gaplashganimizda Uzcardga kirish uchun albatta diplom kerak deyishdi. O'shanga qiziqyapman. Da, men o'tgan yili Inha universitetini bitirdim, IT yo'nalish bo'yicha. Da stajirovka programmasi sразу bitirgandan keyin kirgan edim bu yoqqa. Ya'ni 4-kursdan keyin. Da, sразу 4-kursdan keyin. Bilganmiz, 1-kursdan ham stajirovkaga olishar ekan deb. Da, mana buni qoyil qoldim shu narsaga. Mana aynan siz hozir Uzcard uchun qanaqa biznes tahlil qilasiz? Ya'ni qaysi yo'nalishi bo'yicha biznes tahlil qilasiz? Biz hozir mana BI integratsiyasi boshlangan bizda. Ya'ni BI sistema целый. Biz o'tda уже analiz emissiyani приложениясini tugatdik. Analiz tranzaksiy и aktivность kart. Deylik, emissiya keladigan bo'lsa, emissiya приложенияsi sizga Uzcardda har xil turdagi ochilgan karta bo'yicha hamma tahlilni, ya'ni ko'rsatib beradi. Davlatda nechta Uzcard kartalari ochilyapti? Da, все верно. Qancha karta emitированы bo'ldi, shu kartalar qanaqa produktligi bo'linadi, tam зарплатный, любой физический, qaysi regionda, qaysi bankda ochilgan bank emittenti, qaysi regionda ochilgan, ya'ni ko'p tahlillar qilsa bo'ladi. Esimda bor, meni birinchi Uzcard kartam stipendiya kartam bo'lgan. Universitet ochib berganda. Keyin adashmasam qancha tranzaksiyalar o'tadi, shuni ham hisoblaysiz. Bu ham отдельное приложение. Da, masalan, oyiga qancha tranzaksiya, o'sha tranzaksiya, masalan, tranzaksiyada emittent участвовать qiladi, acquire участвовать qiladi. Masalan, emittent qaysi bank, uni filiali kim. Endi o'zimizning karta bo'lsa, bu qila olamiz. No, da, по сути, juda zo'r, prям приложениyalar tahlil qilish uchun Uzcarddan. Demak, men tushundim. Siz kompaniya uchun kompaniyaning mahsuloti qanchalik ko'p va faol ishlatilyapti va ko'payyapti. Mana shu narsani tahlil qilib berasiz. Shunaqa, to'g'rimi? Sizni fikringizni so'ramoqchiman. Biznes tahlilchi sifatida O'zbekistonda o'zi qanaqa turdagi biznes tahlilchilar shu odamlarga talab yuqori? Qaysi turdagi biznes tahlilchilarga talab yuqori O'zbekistonda? Endi o'ylashim bo'yicha endi hammasi endi o'ziga yarasha nima desa bo'ladi, mashhur. Endi bu savolingizga men
manimcha Mhm, javob mhm, berolmasam mhm. kerak. Bu abstrakt savol. Hammasi Ha. Mana qarang, muvaffaqiyatli biznes tahlilchi, masalan, kompaniyada muvaffaqiyatli bo'lish uchun, karyerada o'sish uchun qanaqa soft va hard skilllarga ega bo'lish kerak? Mhm. Okey, hard skill'larga keladigan bo'lsa, u man уже перечислить qildim. Aytib Bu bo'ldik. SQL, обязательно o'sha Mhm. обязательно SQL, u basic, Mhm. keyin Python, keyin deylik qanaqadir BI instrument и уже на желание там Excel anaqalar. Но Excel'da kerak bo'ladi. U ham Mhm. to'g'ri, ko'p And kompaniyada soft kerak. skill. Да, soft skill обязательно бизнес, любой аналитик, в том числе да, anaqa biznes analitik odamlar bilan muloqot qilishni bilish kerak. Chunki biza har xil insonlar bilan muloqot qilamiz. Hmm. Ya'ni kommersiy blok bilan ham, texnik blok bilan ham, Ya'ni programmistlar bilan ham. siz ham suhbatdasiz, faqat Albatta. kompyuter, Yo'q. faqat ma'lumotlar bilan Da, ishlamaysiz. albatta. Albatta. Ya'ni u nega suhbatga kirishishingiz kerak? Shu ma'lumotlarni olib olish uchunmi? Shu ma'lumotlar qayerda joylashgan va qanaqa qilib uni olsa bo'ladi. Ha. Ya'ni u kelib Bu turmaydi sizga. ma'lumotlar qanaqa keladi, kelishi deylik, jarayoni, ma'lumotlar qanaqa shu kelishi aslida. Tushundim. O'zi mana biznes tahlilchini ishida asosan shu matematik va shu biz aytib chiqqan hard skillni muhimmi yoki ko'proq mana masalan kreativlik, o'sha yechimlarni yechish qobiliyati shu muhimroqmi? Endi o'ylaymanki, ikkalasi ham muhim. Deylik, matematikaningiz kuchli bo'lsa, siz masalan o'sha modelni yig'ayotganingizda, model данныхi siz matematikani bilsangiz, chunki o'sha hamma strukturasi teoriya множествоda asoslanadi-da, matematika o'zini anaqasi, qonun qoidalari. O'shalarni bilsangiz, sizga plyus. To'g'ri, usiz ham ish qila olasiz, но bu matematikani bilsangiz, siz yanada yaxshiroq qilasiz ishingizni. Kreativnostlar ular уже masalan vizualga kelganingizda такой kreativniy vizual qilsangiz bo'ladi, chiroyli qilib, knopkalar bilan o'shanda rol o'ynaydi. Mana siz o'z sohangizda hamkasblaringizni taniysiz-ku. Ular shu ikkala qobiliyatni birlashtira oladimi? Ya'ni kreativlik bilan shu matematik qobiliyatlarni yoki ko'pincha kimdir matematikada kuchliroq, kimdir kreativda kuchliroqmi? Endi harakat qilamiz birlashtirgani, no baribir ham kimnidir qanaqadir kuchli tarafi bo'ladi. Kimdir matematika, kimdir kreativni qiladi baribir. Xo'p, Izzat aka, nima ish qilishingizni tushundik, sohangizni tushundik. Hayotdachi, mana ishga keldingiz. Nimadan boshlaysiz kuningizni? Ya'ni kuningiz qanaqa o'tadi? Boshida nima qilasiz va kun bo'yi nima qilasiz ishga kelganingizda? Endi ishga kelganimda har xil boshlanishi mumkin. Bir xilida kofedan boshlanadi, bir xilida boshlanmasligi mumkin. Nechinchi odam bunaqa deyotgan odam? Вот. Keyin bundan keyin biz serverlarni tekshiramiz, BI serverlarini, chunki biz har kuni kechasiga загрузка данных qo'yamiz o'sha har xil istochniklardan. Anaqa yuklanib turadi kechasi. Yuklanib turadi kechasi bilan, чтобы уже ertalab kimdir o'sha BI nimadir analiz qilaman desa, уже tayyor bo'lishi uchun данныйlar. Вот. Qaynashga qo'yib qo'yasiz. Да, как бы qaynashga qo'yib qo'yamiz. Tasklarni hammasini tekshirib bo'lganimizdan keyin, hammasi joy-joyida bo'lgandan keyin, уже keyingi etapga pриступать qilamiz. Bu meeting. Biz bolalar bilan как бы gaplashamiz, nima qilindi va nima qilinishi kerak. Ya'ni hamma o'ziga bloknoti bor, расписать qilib oladi. Qilingan narsalarni зачеркнуть qilib, keyingi предстоящий narsalarni yozib qo'yiladi. Va shu предстоящий narsalar bo'yicha ishlaymiz, ish qilamiz. Mana bolalar bilan kiramiz dedingiz-ku. Ya'ni bolalar bilan yig'ilamiz dedingiz. Bu asosan qaysi mutaxassislar? Hamma biznes analitik bo'lmasa kerak. Yo'q. Siz biznes tahlilchi sifatida asosan shu kompaniyada qaysi mutaxassislar bilan eng ko'p aloqadasiz? Razработчиклар bilan, dasturchilar, project manager va texnik xodimlar, ya'ni texnarlar. Texnik spetsialistlar, вот. Asosan shular. Mana marketinglar bilan? Yo'q, ular bilan ham bo'ladi, обязательно.
ular как бы xohishini aytadi-da, mana bunaqa narsani ko'rsa bo'ladimi, taklif qilsa bo'ladimi. Biz ular bilan o'tirib gaplashamiz. Aha, tushunarli. Ishingiz mobaynida agar sizdan so'rashsa, eng oson va eng qiyin nima narsa ishingizda? Endi eng oson, eng qiyini yo'q. Osoni qanaqa? Oson bu odamlar bilan muloqotlashish. Chunki endi biz hamma bu yerda yaqinmiz-da, bir-birimiz bilan bemalol gaplashib, gaplashamiz. Eng qiyini endi, конечно, ish jarayoni. Mana shu ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilib, ochiskasini qilib, chunki UzCardda juda katta ma'lumotlarda, u bir nechidir million strokalarda ba'zi danlarda. O'shalarni to'g'ri tahlil qilib, ochiskasini qilib, transformatsiya qilib, buni hammasini bitta joyga yig'ish. Ya'ni xuddi guruch toshdan tozalagandek, shu jarayonni o'zi eng qiyin bo'lsa kerak, lekin hammasi top-toza bo'lgandan keyin ularni tahlil qilib olish osonroq jarayon bo'lsa kerak. Endi u ham oson emas, no takoy, sredniy. Anaqa tizimi bor, qanaqadir. Tushunarli. Izzat aka, mana ishingizda sizga eng yoqadigan va yoqmaydigan taraflar nima? O'zingizni xohishlaringizdan, hissiyotlaringizdan chiqib kelgan holatda. Yoqadigan joyi bu juda katta hajmdagi ya'ni ma'lumotlar bilan ishlash. Bu juda katta opit. Ya'ni u ilhomlantiradigan narsa-da. Har xil anaqalarni ko'rasiz, tendensiyalarni ko'rasiz, ya'ni har xil zakonomerностьlarni ko'rasiz. Bu opitda o'sha modellarni stroyt qilishda. Menimcha yoqmaydigan tarafi yo'q, chunki bu ishda men faqat maza qilaman. Tushunaman. Katta narsalarni tushunishni boshlaysiz. Dunyodagi qanaqadir katta tushunarsiz har xil ma'lumotlar bitta umumiy qanaqadir mexanizmga yig'ilib, siz faqat siz uchun tushunarli bo'lib qoladi, to'g'rimi? Zo'r. Izzat aka, endi oxirgi qism, bizning intervyumizning oxirgi qismi blitz oпрос qilaman. Ya'ni masalan, sizni ishingiz bo'yicha ham, boshqa istalgan odam ishi bo'yicha ham har xil odamlarda har xil taassurot bo'lishi mumkin, stereotiplar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Va mana shu stereotiplarni men sizga hozir o'qib beraman. Siz ular to'g'rimi, noto'g'rimi shuni aytib berasiz. Biznes analitikning ishi juda oson va aslida ko'p vaqt olmaydi. Yo'q, bu o'zim ham ayta olmayman. Biznes analitiklar shunchaki ma'lumotlarni tahlil qilishadi, ularning aniq qoidalari yo'q. Yo'q, bu ham yolg'on, qoidalar ko'p. Qanaqa qoida bo'lishi mumkin? O'sha modelирование qilayotganingizda o'zining qonun qoidalari bor. Tahlil ketma-ketligi. Tak. Biznes analitikning ishi har doim qiziqarli va chuqur bilimlarni talab qilmaydi. Yo'q, bu ham yolg'on. Bu endi yo'q, qiziq. Ikkinchi tarafiga aytmoqchiman. Juda qiziq, lekin chuqur bilim ega bo'lish endi shart mas'ul. Prosta bilsangiz, chuqur bilimga ega bo'lsangiz, o'zingizga faqat bu foyda. Mana bunisi qiziq. Hamma biznes analitiklar noodatiy tafakkurga ega bo'lgan ijodiy odamlardir. Yo'q, endi doimo emas. Lekin shunaqa bo'lsa, bu plus. Bu plus, albatta plus. Izzat aka, rahmat katta. Juda qiziq bo'ldi. Ko'p narsani bilib oldim. Xullas, bugun biznes tahlilchi nima ish qilishini va bu ish o'zi nimadan iborat ekanligini bilib oldik. To'g'risini aytsam, men agarda bloger bo'lmaganimda, balki biznes tahlilchi bo'lgan bo'lardim. Xullas, sizga agarda mana shu son yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib qo'yinglar. Kimgadir shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, ularga yuborib qo'yinglar va agarda o'zi shu kasb bilan o'zingiz ham qiziqsangiz, bo'lmasa Aslon platformasida mana shu narsalarga o'rgatadigan kurslarni ham izlab ko'rishingiz mumkin. Bu endi tushunarli YouTube show edi. Bizani kuzatib turinglar. Har xil kompaniyalarda qanday odamlar ishlashini va nima ish qilish haqida biz o'z videolarimizda aytib beramiz. Xayr.